Assalomu alaykum hammaga. Bizning yangi devor mebel. Tushda biz Boy mahallada bu yerda ikkita xonaga devor mebel tayyorlayapmiz. Bu birinchi xonamiz arzon variantda bo'ladi. Xo'p, ikkita taxmon, o'rtasi tokcha. Xo'p, bizda tashqi xonamiz ham bor. Bu yerda o'rtasi taxmon, ikkita chekkasi tokcha. Bunga qimmat variantda qilinadi. O'sha ichi korobkali qilib solinadi. Sekin ko'rsatib boradi. Xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Bu xonamiz qimmat variantda bo'lyapti. Ichiklari hamma yog'i yopilgan. O'sha umuman devor ko'rinmaydi. Ko'rsatib boraman. Ikkinchi xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita taxmon, o'rtasi tokchali bo'lyapti. Ko'rsatib boraman. Xonamiz tayyor bo'ldi. Xo'p, birinchi xonamiz qimmat variantda 5 million so'mga tayyor bo'ldi. Orqalari korobkali bo'lgan. Xo'p, ikkinchi xonamiz bu arzon variantda. Bu xonamiz 4 million 500 ga arzon variantda bo'ldi. O'sha orqalari ko'rinib turadigan variant bu. O'sha vakuum ikkala xonamizda ham arzon qimmat variantimizda ruchkasi ham o'sha ham bir xil bo'ladi, faqat ichini korpus bo'lish bo'lmasligida farqi bo'ladi xolos. Narxi bu xona 4,5, narigi xona 5, 9 million 500 ga ikkita xonamiz tayyor bo'ldi.